ko'pincha biznes egalari savdo bo'limiga aralashmagan paytida, ya'ni boshqa ko'chadagi ishlarni qilib yurgan paytida mijozlarni tanimay qoladi. Bir kuni men ham savdo bo'limimizga kirsam, Tojikistondan kelgan mijozlarimiz bor ekan. Ular buyurtmalarni berishdi, chiqib ketishyotdi. Men ulardan qayerga ketyapsizlar deb so'rasam, boshqa zavodlarga borishimiz kerak deyishdi. Yuringlar, men sizlarni o'zim aylantirib olib borib, sizlarning xizmatingizni qilamiz dedimda, mashinaga o'tkazdim. 3 ta mijozimizni oldik, 2-3 ta zavodlarga kirdik va ularni ozgina kutib turdim 10-15 minutdan va bu payt orasida obed payti bo'lib qoldi, ya'ni tushlik. Tushlikka kirdik, yaxshi restoranga kirdik, mazza qilib ovqatlandik. Tojikistonlik klientlarimizni, mijozlarimiz rosa xursand bo'lishdi. Urf-odatimizga ko'ra mehmondorchilik qilishimiz oqibatida va ozginagina shu mijozimizni o'ylab qilgan xizmatlarimiz evaziga bizni bir martalik mijozimizni butun umrlik mijozga aylantirib qo'ydik.